Minecraft. Yo, yomon o'tyapti. Davay, yo, bu yerda suv ham bor ekan, suvga cho'kish befoyda. Chunki ular damlamay o'tyapti. Suvga nafas olishdan emas. Tak, shuni olsam, boshimni ustiga qo'yib tushirsam o'laman. Shuni ham bir sinab ko'rishim kerak. Tak, sakra. To'g'ri, yaxshi, yana bitta sakrasam bo'laman. Yo, ular sakrash mumkin emas, bunaqa deyapti, mayli. Sakramaymiz. Shunday o'ylaman baribir hozir. Yo, suvga tushdim. Endi nima biz bo'lsam ekan, shuni bir sinab ko'rishimni. Yo, bola bu men o'ylagan вообще xato chiqdi. Befoyda ekan bu, короче. Shunchalagan yo'q. Nima qilsam jonim ketyapti. Ular jonini to'ldiryapti turibdi-da. Tak, boshqa usulni qo'llash kerak menimcha. Yo'q, krip. Yana aytdim nima o'qildi. Creeper bechor qotib qolibdi. Yo, yaxshi, yana bitta creeper portlasam o'ldirar. Shunaqa qo'tyapti bola, bu uchun vahshiy o'ylayman. Boshqa vaqt qotmaydi-da shu. Videoga qaytib qo'tadi. Yo. Shuni ustimga tushsa o'lasdim. Endi creeper ham bor ekan. Yaxshi. Davay. Yana bitta, ha? Yo, qotib qoldim. Men o'ldim, yana yutdim men bola. Ko'ryapsizlar, men yana yutdim. Desedi shaha 60 ga o'lishga harakat qiladi. Tak bo'ladi, biz hozir effekt komandasi bilan jonini ko'paytirib qo'yamiz, tamom. Chiqcha Shalit bosib beraman. Mana bola shuni aytdim. Mana Tayamas to'g'ri. 255. Mana unga jonlar bordi. Endi nima qilsam? O'zi mana shu yerda. Qavli boshlamaymiz, olib. Uni jonini ham to'ldirib ham qo'yaman-da. Vayron qolyapti o'zi buncha jon. Suvni to'ldirib qo'yamiz, keyin tamom. Balanddan sakrab o'la olmaydi. Jonni uncha ko'p desa. Chiqcha, Alex. Olamon men uni o'yindan chiqib ketganda, o'sha uchun men jonim oz ko'paytirdim, endi jonini to'ldiramiz bunda. Tamom, bu hech narsa qila olmaydi hozir mana. Jon to'ldiramiz. Yo, bola, mana men o'yinni boshladik, mana qo'yib. Tak. Hozir mana shular bilan nima qilib qo'yamiz, qo'tirib qo'yamiz. Tamom. O'la olmaydi, qimirlaymasa uchun nima qila olmaydi. Yo, chuqurga sakrayapti, baribir o'lmaydi chunki joni ko'p. Tak. Nima qilmoqchi endi Varden. Yo. Varden chiqsa tamom-ku, vashi. Hozir qo'tirib qo'yish kerak. Nima qilmoqchi? Yo, men Varden chiqyapti. Turib shu mana hech nima qilolmaydi. Chetdan chiqa olmas. Shunday. Yo'qdan qochmoqchi. Yo, uruga yorib. Mana. Yo'qlarga ham nima qilamiz? O'rgimchak so'ri qilamiz. Tamom.
Hozir bolalar reker chiqib ketdi o'yindan. Internet muammo ekan shu. O'sha uchun reker yo'qdi hozircha. Mayli. 2 kishi o'ynab turamiz. Qayerdan qochmoqchi? Yo, Varden. Yo, Vardenni ham o'tirib qo'yamiz. Yo, Varden uryapti uni. Ye, o'ldi bu. Yo, bola o'ldirib qo'ydi Varden. Bola yana bir marta o'ynaymiz. Qani bu safar o'ylolmaydi mana. Bu safar ham shunday qotirib qo'yaman. Chiqolmaydi tamom bu yerdan. Yo, voy, chiqmayapti bu. Qanday bu Spidermanmi bu? Ye, chiqib ketyapti. Uncha tez chiqyapti bu. Nima qilish kerak? Yo, voy. Qochib ketyapti bu. Qayerdan o'lmoqchi? Yo, nima qilmoqchi? Uni qotirib qo'yish kerak. Tak. Oldidan chiqib shunday to'yib qo'yib o'tiramiz hozir shunda. Yo. O'yin qo'tyapti bolalar mayli endi. Tak. Mana shu yerda. Yaxshi ilindi mana. To'rga ilindi. Ana endi shunda bu yerdan chiqolmaslik kerak. Qocholmasligi kerak. Yo. To'rga ilindi. Tak. Yo'qliqdan ham chiqolmaymiz. Qayerdan qochmoqchi bu? Qocholmaydi endi. Shu yerga tiqilib qoladi tamom. Bolalar chiqolmayapti. Yaxshi. Chiqolmaslik kerak, tamom o'lolmaydi endi. Tak, qanaqa bu yerlarda. Yo'q, bu yerda. Teleport qilyapti, o'yin qotganga vashim. Yo, barib qochdi. Barib yana ushlashimiz. Qochyapti, yana ushlaymiz, barib buni ushlash kerak oldinroqdan chiqib. Quduqqa to'y qo'ysam suv olinadimi? Yo, o'yin qotyapti. Yo, suv olinmas ekan. Yo, endi suvni chiqarish kerak. Yo, uni joni ketyapti. Yo, mayli bo'lar. Tak, damlam olishga o'laman men. Tatim qo'liga tashlaymiz. Bo'lar, video tugashidan oldin sizlarga xabarim bor. Setda ham demosini ochdim. Yana o'sha yerda qo'shilinglar, birga videolar olamiz. Modlar tashlanib turadi. Serverga ochaman, o'ynaymiz. O'sha Telegram kanalga qo'shilib qo'yinglar. Silkasi video ostida bo'ladi, opsiyada. Короче, qo'shilinglar.